Ne болады ekan? Birday bo'ladi. Ko'limda 27,4 litr bo'lingan mol, 27,4 litr mol, 27,4 litr molga ne bo'ladi? Kel bo'ladi. Tushundingmi? Ha? Yerda zat o'sha qaytib oladigan bo'lsa, bu yerda mana mölçer belgili bo'lsa, zat mölçer ko'limni tovuq qajit bo'lsa, onda forma bilan turadigan bo'ladi. Ko'lga qo'yamiz. Sonda ko'lim teng bo'ladi ekan. Berib turgan gazning mölçeri, sol gaz mölçeri qalbni жағдайға Avogadro sanini esiydi ekan. Ko'paytirib jibeledi ekan. Tushundingmi? Endi bugungi soat bo'yicha biz o'tganda mana qancha tengdi desizmi? Enani 6,152 to'g'ri aytasizlar, o'sgan teng edi. Endi o'sni gaz deb olsak. O'sni gaz deb olsak. O'sni mana teng bo'lishi mumkin-ku. Lekin tengmi? Ha? Teng deb o'ylaysizlarmi? Al teng emas. Sebep nega? Nega teng emas? Sebep sana tikelik nazar olganlar. Durustmi? So'lagi teng emas deb o'ylayman. Tavr o'ylab ko'rish teng bo'lishi mumkinmi? Ha? Bilmaymiz ya. Jaraydi, teng bo'ladi. Teng bo'ladi. Sebebi, mana qancha mölçerda olib turgan bölçekte sani? 10-23 darajasi qancha mölçerda olib turgan bölçekte sani? Qancha mölçerda? 6. Sol san qancha mölçerda olindi? 6. Qancha mölçerda? 1 mölçerda olindi. Durustmi? 1 mölçerda. Ya'ni 1 mölçerda bölçekte san mana teng bo'lsa, o qancha ko'lam bo'lishi kerak? Qancha ko'lam bo'lishi kerak? Ko'rsatib turing-ku. Bu qancha mölçerda bo'lib tur? 1 molda qo'y. Sonda mana 1 molda gazning ko'lami mana teng bo'lsa, sol gazning bölçekte soni mana teng bo'ladi. Tushundingmi? Olay bo'lsa mana massasi o'zgarib turma. Ko'lam mana teng bo'lib turma. Onda bölçekte soni mana teng. Mana shu bir Şöyle niye ayıp durmadan? Bir molda ayıp dur. Bir molda ayıp dur. Koyur olurmuş. Buna şey öteyim ben. Oturabilir. Kolunu hareket etsin просто. Şöyle niye ayıp durmadan bu şöyle? Bir molda ölçemekte ayıp dur. Yeni karın şöyle bir molda ayıp dursa, bırak şöyle. Birev bundan ayıp dur. Birev bundan ayıp dur. Birev bundan ayıp dur. Şöyle de mol sandı. Gördün mü? Ben bir mol dedim. Niye ayıp dur? Sabah sunma. Bana sınav var mı? Evet, mucize.